Bugungi kunda mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, mehnat bozori talablariga javob beradigan malakali o'rta bo'g'in kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF 6108 sonli farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-son va 2023-yil 7-dekabrdagi 647-son qarorlari dual ta'limni tashkil etishning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi PF 158 sonli hamda 2025-yil 23-oktyabrdagi PF 190 sonli farmonlar asosida kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim shaklini keng joriy etish va uning samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, dual ta'lim bu o'quvchilarning nazariy bilimlarini ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalarni esa ish joylarida egallashni ta'minlaydigan ta'lim shaklidir. Ushbu tizim orqali o'quvchilar ta'lim jarayoni davomidayoq ishlab chiqarish muhitiga moslashib boradi va o'z kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ish beruvchilar ehtiyojining ortishi natijasida o'rta bo'g'in malakali kadrlarga bo'lgan talab tobora o'sib bormoqda. Shu bois professional ta'lim muassasalarida dual ta'lim tizimi keng joriy etilgan. Ellikqal'a raqamli texnologiyalar texnikumida ham dual ta'lim shakli samarali yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilar ish beruvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda ta'lim olishmoqda. Bu esa ularning kelgusida ish bilan ta'minlanish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. 2025-2026 o'quv yilida texnikumda dual ta'lim asosida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilar qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi 57 nafar, ekologiya va atrof muhit muhofazasi 29 nafar, o'simlikshunoslik 57 nafar. Shuningdek, 2025-2026 o'quv yilida 9-sinf bitiruvchilaridan bank nazoratchisi yo'nalishiga 23 nafar, jami 155 nafar o'quvchilar tahsil olmoqda. Shu bilan birga 2026-2027 o'quv yilida umumta'lim maktablarida 9-sinf bitiruvchilaridan apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi 30 nafar, avtomobillar servisi 30 nafar, sotuvchi kassir 30 nafar, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi yo'nalishlaridan 30 nafar, jami 120 nafar o'quvchilarni qabul qilish rejalashtirilgan. Umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari hamda korxona va ish beruvchi tashkilotlar talablariga asosan dual ta'limda o'qishni xohlovchilar uchun 120 nafar o'quvchilarni qabul qilish rejalashtirilgan. Dual ta'lim tizimi yoshlarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni amaliyotga yaqinlashtirish hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida tashkil etilayotgan yangi ish o'rinlari uchun kadrlar tayyorlash maqsadida tashkilotlar buyurtmalari asosida o'quvchilarni yil davomida dual ta'lim shaklida qabul qilish tizimi yo'lga qo'yilgan.